Hammaga assalomu alaykum YouTube oilam. Kuala Lumpur, Malayziyadan salom. Biz bu yoqqa уже 10 kun bo'lib qoldik kelganimizga. Bugun menimcha 11 yoki 12-kun sanaganimiz ham yo'q. Bilaman, anchadan beri umuman vlog olmayapman, sizlarga hech qanaqa videolar ko'rsatmayapman. Shuning uchun bugun biz hozir ko'chaga chiqishimiz kerak edi. Planlarimiz o'zgacha edi, lekin to'satdan yomg'ir quyuyordi. Jala quyuyapti, juda ham kuchli yomg'ir bo'lyapti, lekin biz baribir ham uyda o'tirmaslik uchun ko'chaga chiqamiz, chunki obed ham qilishimiz kerak. Hozir ko'chada momaqaldiroqlar bo'lyapti. Bu yerda yomg'ir yog'sa juda kuchli yomg'ir bo'ladi o'zi. Shuning uchun ozgincha planlarimiz o'zgardi, lekin baribir ham ko'chaga chiqamiz. Biz hozir Kuala Lumpur shahrining sentrida turibmiz, Twin Towerga yaqinroq, Bukit Nanas degan joyda. Hozir biz ko'chaga birgalikda chiqamiz va sizlarga Kuala Lumpur shaharlarini birgalikda ko'rsatamiz. O'zi kecha boshqa joyga ko'chganmiz, yangi joyga. Bu yerda hatto ko'rasizlar, yangi unaqa zontiklar ham bor ekan. Tak что bugun shu zontiklar bilan ishlatamiz ko'chaga chiqayotganda. Ya, rozовый возьму, ha. Uyni sizlarga obzor qilib beraman, xudo xolasa, kelganimizdan keyin. Chunki hozir srochno chiqmasak bo'lmaydi. Mana chiroyli zontik ekan. Endi harakat qilaman ham zontik ham kamerani ushlab yurishga. Qani, ketdik. Biz yashayotgan joy menga rosa ham yoqdi, chunki bu yerda pastda mana orqamizda magazin bor. To'g'rimizda ham magazin, ovqatlanadigan joylar bor ekan. Malayziyaga kelishimizda bu оказывается 11 kun emas. 25-chi bo'lsa 15 kundan beri shu yerda ekanmiz va bu 4-chi mehmonxona alishtirishimiz bo'lyapti. Ya'ni studiyada yashayapmiz. U degani xonada dush, oshxonasi, kir mashinasigacha bo'ladi, даже uy bo'ladi, shu studiya deyiladi. Mana bu yerda har magazin va kafeshkalar ham bor. Hozir ko'chada yomg'ir quyuyoqda, hozir ko'rasizlar. Biz esa harakat qilamiz. Kстати, krossovka kiymadim, chunki krossovkam dabdala bo'ladi. Hatto yomg'ir ozgincha tinganga o'xshayotgan edi. Xullas, bizning yo'l o'tgan safar mana bu tarafdan ketgan edik, chap tarafdan esingizmi? Xullas, bizda ikkita yo'l bor. Yaqinroq yurmoqchi bo'lsak, ana o'tmanchi loy bo'lsa kerak. Nima qilamiz? Shu tarafdan yuramizmi? Bu tarafdan sal uzoq bo'ladi, lekin qaysi tarafdan? Оттуда? Вот на YouTube хотите. Yo'q, qorong' emas. Yo'q, lekin oyog'imizda naqa bo'ladi, kir bo'ladi prям. Xullas, mana bitta kesib o'tadigan yo'l bor. O'tda menimcha asfalt emas edi-da. Shuning uchun aytayapman. Bu tarafdan yursak qanday bo'lar ekan, lekin tezroq yetib boramiz deb tarafdan yursak. Biz hozir xullas Key Avenue'ga ketyapmiz. Bu Twin Tower oldidagi mall. Burada biz ovqatlanamiz. Biz har safar faqat o'sha ovqatni yeyish uchun kelamiz desam ham bo'ladi. Endi hazillashaman, lekin o'sha yerdagi ovqat juda ham zo'r, koreyskiy. Lekin bizga yoqadi. Sizlar ham yo'laysizlar, chunki ochiq emas. Boshdan ko'rsataman. Instagramda meni kuzatadiganlar bilish kerak. Har safar ko'rsataman va aytib o'taman. Mana shu ovqatni yeymiz deb. Xo'p, biz hozir bunaqa yo'llardan yuramiz. Jinsim почти qo'l bo'ldi. No, tak zontik yordam beryapti. Havoga keladigan bo'lsak, havo umuman sovuq emas. Bizda 29-30 gradus issiq. Agar sizga eshitilgan bo'lsa, menda mikrofon bor-da. Mikrofon shovqinni nima qiladi-yu? Hatto не знаю, eshitilgan bo'lishi kerak. Chiqishimizdan oldin quyosh chiqib va shaqa bo'lib turuvdi-da. Shuning uchun anaqalar ham o'zi bizning planimiz. Panama kepkalar kiyib olganmiz soyim bilan. Voy, kepka qani, qo'lingiz ham.
anaqa biz parkka borishimiz kerak edi. Velik uchgani, velosiped haydamoqchi edik. Vaqtdan ozgina yurish qiyin ekan. Bitta suv bo'lyapti. Mana qancha. Da, loy emas lekin zo'r. Xullas, yomg'ir yog'di. Endi qatta, bunaqa yomg'irda velik haydab bo'ladimi? Shuning uchun borib mazza qilib ovqatlanamiz. Undan keyin ko'ramiz. Chunki pogodani anaqa internetda qaradim. Что pogodada, ya'ni yomg'ir tinishi kerak. Soat 4larga yaqin. Bizda 3:30 bo'ldi. 3:30 o'sha atrofida xullas. Hozir mana bu tarafdan to'g'riga yursak, o'ng tarafda bizda Twin Tower kelishi boshlaydi. O'shda yana ko'rishamiz. Bu yerda hozir yomg'ir yog'yapti, lekin loy anaqa narsa yo'q-da. Bu ham xuddi ertalada yurgandek bo'lasiz. Malayziyada chang yo'q bu yerda. Bu yoqqa kelishingiz bilan ishtahangiz ochiladi. Agar ishtahangiz bo'lmasa, yuzingizdagi problemalar ketishi boshlaydi. Shunisi bilan ham, ya'ni havosi, pogodasi menga juda yoqadi va oyimga ham yoqyapti. Mana sizga ozgincha view. Hozir biz yo'lga chiqib oldik. Ko'rinish, yomg'ir yog'ishi. Bu yerda bemalol agar harakatlanmoqchi bo'lsangiz, biz avtobusda ko'pincha yurmaganmiz. Men ko'pincha shaxsan metroda va taksida yuraman. Taksida kamdan-kam agar yuklarim bo'lsa, chimodanim bo'lsa, taksi chaqiraman. Adak hamma yo'lga metroda bemalol bora olasiz. Men yomg'ir bilan sevaman Malayziyani. Ko'pchilik meni yomg'ir vaqtida sochib ko'chaga chiqib kelmaydi. Bu yoqda уже anaqa odamlar uchun yomg'ir yog'yaptimi yo'qmi? Bugun ko'chaga chiqmaymiz degan narsa yo'q. Chunki Malayziyaning tabiatiga уже bilasa odam o'rganib qolgan odamlari. Biz nima uchun hozir metroda yurmayapmiz yoki avtobusda? Chunki otelimizdan именно molga, ya'ni Twin Towerga juda ham yaqin. Hozir 5 minut yurdik, почти keldik. Hozir 10ga bo'lishga уже kelamiz. Bu binoni orqada. O'zi mana ko'rinyapti ham Twin Tower anaqasi binosi. Kстати, men bu arendalar haqida aytmoqchi edim. Bizda jetlar, anaqa samokatlar bor. Toshkentda, O'zbekistonda. Yo'q desa, mana bunaqa skuter deyiladi shekilli. Bayklar, motobayklarni bemalol xuddi mana bunga o'xshab olib keta olasiz. Menga ham bir o'zingiz yoqdi. Xudo xolasa, shundan minmoqchiman. Просто o'zim oldin minib ko'rmaganman. Orqamga oyimni o'tirg'izib mindirsam, biz oyim qo'rqadilar-da. Shuning uchun bugun velikdan boshlamoqchi edim-da. Shuning uchun просто velik minib, ozgincha o'rgatib, keyin уже unaqa motobayklarga o'tmoqchi edim. Просто shaharda motobayk yo'llari bor, faqat kichkina-da. Bu yerda misol uchun даже o'zim haydashga qo'rqaman. Agar misol uchun kimdir chiqib qolsa, yoningizdan yoki orqangizdan bir insonni o'rganish kerak. Biz почти keldik. Mana bu binoni orqasida Twin Tower. Daraxt qaranglar. Vau. Juda chiroyli. Oyim mana meni orqamda yoki yonimda, oldimda qo'llarida telefon bilan rasmga olib yuradilar. Meni mobilografim. Instagramga kirsanglar, hamma rasmlarim, hamma videolarim oyim olganlar. Ko'rib baho beringlar. Instagramimni nickam Pure Grace. Kim bilmasa, kimga qiziq bo'lsa, ko'pincha Instagramda faolroqman.
YouTube'da shunaqa ozgincha yo'qolib qolaman. Uzrasizlar. Mana biz keldik. 5 mil yurdik xolos. Va Twin Towerga yetib keldik. Mana suv sachradi, lekin yetib kelmadim hali. Yomg'irdan rasm yog'yaptilar. Hozir ko'ramiz qanaqa chiqqan. Hozir rasmlarga tushib oldik, lekin mana bu yerdan qanaqa o'tishni bilmayapmiz. Yo'l nariga yetib o'tishimiz kerak. Bu yoqda esa prям suv. Voy, bu kameram anaqa bo'lib ketibdi. Suv sachradi. Menimcha norm. Yo, ozgincha barbanmasdir bora. Suv tekkan ekan kameramga. Ну там нормально, нет, не нормально. Нужно поменять. İç ho'l bo'libdi. Biz yo'ldan o'tib oldik va nihoyat va Twin Tower. Kстати, biz Twin Tower ichiga kirmaymiz. Shuni oldida K Avenue degan mall bor. Voy, bu mana bu daraxtlar bor ekan. Voy, bu. Voy. Okey. Bas. Twin Tower ko'rinmayapti. Kameram linzasi ham ho'l bo'ldi, tar bo'lib ketdi. Qo'limda ushlab yuribman, nima qilishni bilmay. Yomg'irli pagodada bunaqa vlog olish shunaqa oson emas ekan. O'zimman vlog olish oson emas. Jinsimni tegi ho'l, prям ho'l. Yana bitta kichkina muammo bor. Biz hozir mall ichiga kirsak, sovuq bo'ladi. Oyog'imiz muzlab qolsa kerak. Qachon quriydi bilmayman. Qancha uyga borganimizcha ham qurimasa kerak jinsimiz. Kasal bo'lib qolmasak bo'ldi. O'tvam Twin Tower. Ancha yillar o'tdi, lekin Malayziyaga bo'lgan sevgim hech o'tmadi. Biz почти keldik. Mall ichiga kirib olsak, keyin men video olaman. Ishonasizmi? Men ishongim kelmayapti. Twin Tower oldida hech kim yo'q. Meni yomg'ir vaqtida kelish kerak ekan bu rasmga tushish uchun. Odatda mana bu chap tarafda, bilasiz, Twin Tower oldida hamma rasmga tushadi. Именно shu tarafda odam shunaqa ko'p bo'ladi, normal rasmga ham tusha olmaysiz-da. Hozir ishoninglar, hech kim yo'q. Hamma mall ichida, soyada. Faqat biz so'nchikda yuribmiz. Oyim qolib ketdi. Где она? Вот, смотрите. Mancha rasmga tushib olishmasa kerak. Faqat zo'ntik bilan. Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. Zo'r, hech kim yo'q. Sizga zametka uchun yomg'ir vaqtida kelinglar, если что. Bemalol rasmga tushasizlar. Hech qanaqa talpasiz, очередsiz. Bunaqani to'satani birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Yomg'irda ham zo'r rasmlar chiqadi-yu. Yomg'ir bizda почти to'xtadi. Ozgincha yog'yapti. Mana bu Twin Tower, egizak minorada. Biz esa mana bu yo'ldan o'tgandan keyin mana bunga kirishimiz kerak. Bu K Avenue degan mall, mana bu to'g'rida Decathlon bor. Bu yoqda har qancha sportivniy narsalar sotiladi. Juda ham zo'r, sifatli va puliga arziydigan imенно sportivniy narsalar bor. Hamma narsa bor. Hamma narsa topsangiz bo'ladi, kirib ko'rsangiz. Ya'ni agar kelsangiz, albatta kirib ko'ring. Mana shu to'g'rida. Mana bu egizak minora. Qani bittasi ham bu ikkinchisi narigi tarafida. Xullas, mana ketyapmiz. Oyoqlarimiz. Atida men bugun krossovka kiymadim. Chunki o'tgan safar yomg'irda krossovkada yuruvdim. Krossovkam ham ho'l bo'lib ketdi.
Shunaqa. Bugun bizda faqat shunaqa vlog bo'ladi. Qisqa. Именно sizlarga ozgincha o'tib olaylik aka. Abang. Voy, kстати, men sizlarga malay tilini o'rganayotganimni aytganmidim, esimda yo'q. Ya'ni o'rganish boshladim. Lekin o'zi har bir tilda bo'lganidek o'tirib o'qimasangiz, har kuni muntazam o'qimasangiz, почти effekt bo'lmaydi. Yoki ustoz bilan o'tirib o'rganish kerak. Menda hozir ustoz yo'q, ustoz olmaganman. Bitta приложение topdim. O'sha orqali o'rganmayman. Kitobim ham bor, kстати. Hozir sizga ko'rsataman kitobimni. Har safar voy qo'l bo'lib qoldi. Har safar oldimda sumkam ichida Learn Malay in 7 days degan, ya'ni 7 kunda malay tilini o'rganing deb yozilgan. Har xil lug'atlar va collocations so'zlar bor. Ishlarni ko'rib, anaqa mana shu taraf menga juda yoqadi. Rasmlar juda chiroyli chiqadi. Mana shu tarafda, mana bu tarafga misol uchun qarab rasm chizsanglar, prям o'zi Times Square'da his qilasiz. Ya'ni juda ham chiroyli demoqchi bo'lganim. Mana bu wait for walk signal deyapti. Ya'ni yurish belgisini kuting, signalni kuting deb gapiryapti. Nima uchun? Mana bu yerda anaqa bor. Odam turibdi-yu, shu yerdan kimdir o'tsa, mana shunaqa wait for walk signal degan ovoz chiqadi. Agar bular hozir bir qadam orqaga yursa, bu jim bo'ladi. Biz hozir to'g'ri joyda turibmiz, mana zona. Mana shu yerda turing degan. Bir qadam orqaga ketdi, mana bir qadam oldimga keldi. Xuddi meni tushunayotgandek bor-u. Men tushundi. O'zbek tilini biladimi? Malay ekan. Hop, bu yerda yana bitta narsa, svetofor bo'yicha umuman yonmaydi svetoforlar. 5 minut o'tirib kutasiz. Yoki mana men odamga o'xshab prosta yurib ketasiz. Mana aka yurib ketdi, уже opalar ham yurib ketyapti. Biz ham, если честно, mashina to'xtatgan ekan nimaga? Rahmat. O'tib olaylik. Nima to'xtamaydi-da? Anaqa svetofor yonmaydi-da. Svetofor yonsa ham 15 sekundga yonadi. 15 sekundda bu yerdan yugurib o'ta olasiz, yurib o'ta olmaysiz. Bemalol maza qilib. Shunaqa zonchiksiz yurgim kelyapti. Prosta olayotgan kameram suvga chidamli emas, afsuski. Buni Tailandda kameramning batareyasi bor-da. Tailandda o'zim bilan olgan edim. Shu kamerada videoga vlog olayotdim. Hali vlog chiqarmaganman. Keyin u bizda yomg'ir yog'ib qoldi. Anaqa qattiq yomg'ir yog'di. Telefonim, kameram batareyasi bilan birga edi. Xullas, u batareya kuydi. Yaxshi hamki menda ikkinchi zaposning batareyasi bor. Ya'ni DJI menda hozir olayotgan kameram DJI Combo 3. Hozir 4 chiqqan. Men yaqinda kстати dron oldim. Dronli videolarimni Xudo xohlasa inshaalloh kutinglar. Dronimni ishlatishni o'rgandim, ya'ni o'rganyapman. Endi professionalni hozir olmayapman-ku. Chunki o'tirib olib, ichidagi nastroykalarni to'g'rilab ko'rib, o'rganib chiqish kerak ekan. Hozir borgan joyimda, ya'ni hozir Malayziyada olyapman videolarni. Instagram sahifamda qo'yib borganman. Ya'ni menimcha YouTube'ga ham qo'yganman. Ko'rayotganlar bo'lsa kerak. Short videolarda qo'yib boraman. U videoni ingliz tilida qilgan edim. DJI Malayziyada olgan edim. O'zim Malayziyaga har safar kelganimda faqat elektronik olaman. Kameramni, telefonimni, planshetimni, iPadimni hammasini shu yerdan olganman. Mana hayotga keldik. Mana bo'lamiz va men H&M bor. H&M'dan to'g'riga yursanglar, eskalator chiqadi. Eskalatordan bittagina qavat tepaga chiqasizlar va u yerda Dodo Koreya degan ovqat, ya'ni biz ovqatlanadigan joy keladi. Agar Malayziyaga kelsangiz, обязательно shuni yeb ko'ring. Agar siz tovuq yeyolsangiz, ya'ni bu yerda faqat tovuq yeysiz. Malayziyada hozir ovqatlar bo'yicha sizga ozgincha gapirib beraman. Zakaz qilib oling. Chunki bu yerda o'zi ko'pincha очередь ko'p bo'ladi. Chunki malayziyaliklar ham bemaza qilib yeyishadi. Oyim choy
oyim choy oladilar-da, o'zlari bilan gerbalak choy ichadilar. Shuni olishim kerak deb aytibdilar. Bugun olmagan ekan. Tak, mana bu. Shuni chiqishinglar bilan mana kelyapti Dodo. Koreya. Ya'ni koreyscha ovqatlari ham bor. Kстати, suplari bor. Hozir men olay sizlarga qanaqa ekanligini ko'rsataman. Nima bitta o'tirib yeydigan joylari bor. Mana bitta zakaz qilasiz. Bugun ochib kam ekan. Yana bitta ma'lumot, bu yerda kartadan pul olishmaydi. Bu faqat onlayn to'lov yoki-da naqd pul berishingiz kerak. Shuning uchun o'zi bilan naqd pul olishingiz kerak bu yerda. Malayziyada ko'pchilik magazinlarda shunaqa. Yoki-da karta olishmaydi, yoki-da bir xil joylarda naqd pul olishmaydi. Ya'ni o'sha kartada to'lashingiz kerak bo'ladi. Men bu yoqqa kelganimda faqat Visa kartadan foydalanaman. Lekin pulimni chiqazib olaman, chunki aytib o'tgandek, bir xil joylarda karta umuman olishmaydi. Yoki onlayn to'lov. Ya'ni onlayn to'lov men qila olmayman. Menga ko'proq kartada o'qilliroq yoki-da naqd to'lagan yaxshiroq. Mana bu yerda talab olasiz. Tanlanadigan narsalar ham bor. Mana bu yerda tanlasangiz bo'ladi. Bizda ko'pincha mana bundan tanlaymiz. Ya'ni ikkitanisini tanlasangiz bo'ladi. Bitta bundan. Bu baliq, juda ham shirin va chicken meatball. Kстати, burada chicken o'zi ham bor, achchiqmasi. Hozir qaysi mana sweet. Chicken meatballs. Yes. And fish. Yes. Another one, sir. For another, one chicken meatball. No. One fish and not spicy the chicken. Adashib ketdim. Xullas, mana. Mana bu chiroyli. Kat dosen tak? Ni? Ikan. Hop, mana bu set. Xuddi shunaqa setda ikkita ovqat tanlaysiz. Boya aytib o'tganimdek, mana bunisi tovuq, bu achchiq emas. Mana buni ichida esa fish bor, ya'ni baliq. Baliq ta'mi kelmaydi, shunaqa yumshoq, shunaqa zo'r, og'zingizda erib ketadi. Bu yerda salat, kimchi salati bo'ladi, guruch, juda ham shirin sup sho'rvasi va mana bu pyure, kartoshka. Va desertida doim tarvuz qo'yishadi. Mana biz ikkita set oldik va yoqimli ishtaha. Обязательно kelganinglarda yeb ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Oyimni ham favoriti, juda yoqadi. Sizlarga buni imini qanaqa ta'mlari bilan ko'rsatmoqchiman. Kolani reklama qilmaymiz. Xo'p. Men bunaqa kuritsani O'zbekistonda topolmaganman. Usti qitir-qitirday, ichi yumshoqqina. Ham maza qilasiz o'zingiz. Sladkий sousi bor, juda ham shirin. Usta. Sho'rbasini ichini ko'rsataman. Sho'rbasi ozgincha achchiqroq, lekin jam unaqa achchiq emas. Malayziyaga kelsangiz, achchiq ovqatlarni yeyishga tayyor turishingiz kerak va kстати, bu yerda O'zbekistonning nonini topolmaysiz. Bu yerda yo'q unaqa nonlar. Bu yerda faqat bulchkali nonlar bo'ladi. Uni qotirib yeyishingiz kerak bo'ladi. Atak yeyolmaysiz, chunki men bunaqa yumshoq nonlarni yeyolmayman. Tak что bu yerda hamma narsani nonsiz yeyishadi. Bizda bilasizlar, O'zbekistonda oshni ham non bilan ketkazishadi. Men uncha non yemaganim uchun bilmadim. Ovqat masalasida
ja unaqa qiynalmayman Malayziyada. Malayziyaga kelib ovqatiga o'rgana olmaganlar bor. Chunki bu yerda ko'pincha achchiq yeyishadi va non umuman yeyishmaydi. Bu yerda faqat baliq, tovuq va guruch. Hamma ovqatlarda guruch bo'ladi. Guruch yeysiz. Mana balig'ini yeb ko'ramiz. Kстати, balig'ning ustidagi sous ham juda ham shirin sous. Qanaqa sous bilmayman. Вот. Прям yumshoq. Yumshoqqina ichi. Men boshida birinchi marta yeb ko'rganimda buni baliq deb o'ylamaganman. Просто o'qimasdan tanlab etgan edim. Ikkinchi marta borganimda, оказывается, o'qisam bu fish ekan, ya'ni baliq ekan. Просто baliqning hidi va ozgincha ta'mi bo'ladi-yu, bunda umuman yo'q. Lekin shunaqa shirin, shu zo'r. Biz hozir ovqatlarni bo'ldik, asr kirdi. Hozir asr o'qib olamiz. Oldingi Malayziyadagi vloglarimda aytdim, lekin u vloglarim o'sha yo'q. Malayziyada hamma joyda, xohlagan joyingizda namoz o'qiydigan joylarni topa olasiz. Hozirgi joyimizda, ya'ni molda shu qavatda namoz o'qiydigan joy bor. O'shga kirib hozir o'qib olamiz. Kстати, ayollar uchun va erkaklar uchun alohida tahorat oladigan joylar bilan birga bo'ladi. Mana bunaqa belgida. Mikrofonim yoqmami? Endi yoqib oldim. Surao deyiladi. Namoz o'qiydigan xonalar. Birinchi erkaklarniki keladi. Hozir o'tib ketdi erkaklarnikidan. Bunisi esa ayollarniki. Вот. Сразу bu yerda tahorat oladigan joy bilan keladi. Yaxshi ichkim yo'q ekan, videoga ola olaman. Mana bu yerda tahorat oladigan joy. Вот. Bu tarafda уже namoz o'qiydigan xonasi. Kстати, ichkarida даже ayol uchun kiyimchalari bo'ladi. Bu anaqa deyiladi. Hozir ichkarida odam bor ekan. Bitta shuning uchun ichkariga kirib ola olmayman videoga. Chiqib ketsa, videoga olib sizga ko'rsataman. Hozir mana bunaqa kiyimlari bor. Joy namozlar, bu yerda joy namozlar bor. Qur'on kitoblar ham bor edi. Qaysi tarafda edi? Bu tarafda ekan. Xullas mana bemalol kiyimlarni olib kiysangiz bo'ladi. Mana bitta kiyim kiyolmay. Bundoq удобныйroq. Biz hozir namoz o'qib chiqdik. Endi pagodaga qaraymiz. Agar yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa, planimiz bo'yicha bitta park bor edi, Tivansada. Ishga boramiz. Pagodaga qaraymiz, hozir pastga tushib. Ob-havoga. Yomg'ir ozgincha yog'yapti, kun ochilmagan. Biz все-таки uyga ketishga qaror qildik. Chunki bunaqa yomg'ir yog'ayotgan ekanda. Bunaqa yomg'irda velosiped haydab bo'lmaydi. Qaplanu parkga borib velik uchishimiz kerak edi. Afsuski keyingi kunga, boshqa kunga qoldi. Mana shapka, panamkam. Tak вроде havo yaxshi. Ovqatlanayotganimizda muzlab qoldik, ichkarida sovqat qoldik. Сейчас ko'chaga chiqdik. Hozir hammasi yaxshi. Ko'chada havo issiq. Voy. Issiq havo. Endi Peshxon bo'yiga qaytamiz.
Malayziyani yuragi hisoblanadi, ya'ni xuddi mana shu joy ham chiroyli rasmlarga, biz yuramiz. Rasmlarga, videolarga rosa ham chiroyli chiqadi bu joy. Еще zo'r. Вот. Menda shu joyda rosa ham ko'p rasmga qo'yadiganlar bor. Ya'ni albatta pulga. Qo'lida telefon shtativlari bilan turishadi. Lekin bugun yo'q, chunki yomg'ir. Sentabr ichiga kirib olmaylansanglar bo'ladi, lekin bu yoqda ko'proq brendli narsalar sotiladi, ya'ni qimmatroq. Lekin mana hozirgi K Avenue'da ham H&M bor, ko'pincha skidkalar bo'ladi, ya'ni o'zining sezoni bor. Mana hozir skidkalar bor, lekin unaqa aytaylik yaxshi kiyimlar yo'q ekan. Men kirib ko'rdim, unaqa hech narsa olganim yo'q. Chunki normalniy kiyimlar yo'q desam ham bo'ladi. No, yaxshilar chiqib qoladi H&M'da. Boshqa brendlarga keladigan bo'lsak, men skidishli sezonlari bo'ladi Malayziyada ham. Bu yerda ko'pincha faqat yozgi kiyimlar sotiladi. Endi faqat yozuv, no qishkini ham topsa bo'ladi. Magazin kiramizmi? Nima olamiz? Men morojniy olaman. Morojniy olaman. Mana qarang. Mama, telefonini kutib turibdi. Вот, тут там можно... Юрин, ketdi, nimadir tanlaymiz. Вот такой вот магазинчик. Keks, булочкаlar yegim kelmayapti. Kстати, bu yerda hamma Milo ichadi. Oy, bunisi pechenka ekan. Ichadigani ham bor, shokolad kakaocha. Ko'pchilik mana bunaqa kofe icharkan. Biz ham kichkinasidan 3 talik bor edi, shuni olib ko'rdim, men ichib ko'rdim, biroz zo'r, menga yoqdi. Ko'pchilik imенно xuddi mana shu kofedan O'zbekistonga zakaz qilishar ekan. Hozir Quill Mallga borishga qaror qildik. Ya'ni bundan oldingi turgan terimizani oldida mall bor edi. Chiroyligina qaranglar, yo'llar. O'sha mallga hozir, оказывается, peshkom 500 metrlik yo'l ekan. O'shgacha boramiz. Nimadirlar olishga, uyga, yeyishga. Chunki u yerda mevalar bor edi, har xil meva olib yurdik. O'shga boramiz. Albatta Google Maps'dan foydalanib yuribmiz. 9 minutlik yo'l ko'rsatyapti. 600 metr. To'g'riga. O'zi ham juda ham chiroyli joyda turibmiz. Bu metro. Yomg'ir to'xtadi, kstati. 1,5 soatdan keyin shom kiradi. Havo issiq, o'rtacha, anaqa issiq emas. Chunki quyosh yo'q. Слишком issiq bormayapti, ya'ni. Yoqimli havo. Maza qilib yuribmiz, shamol bor. Bilasizlar, biz Hindistondan keldik. Birinchi sayohatimiz Hindistonga edi. Hindistonga yetib o'tganimdek, ya'ni Instagramda yetib o'tgan edim. Borishimiz planlashtirilmagan edi. Ya'ni Hindistonga boramiz deb plan qilib bormaganmiz. Просто spontanно Hindiston tanlaganmiz va ishga borganmiz. Sayohatga hatto 10 kun bo'ldik. Hindiston bo'yicha vlog yaxshi olamadim, ya'ni
video yaxshi ololmadim, chunki Hindistonga o'zim ham birinchi borishim. Bilasizlar, o'zi Hindistonni xavfli davlat deb aytishadi va bilmadim, men borib ko'rmaganman oldin. Qanaqa, nima, hech narsani bilmayman. Tim bo'ldi, tur firmasi o'zimiz bordi, hammasini o'zim planlashtirdim. Bu yerda agar siz hamma narsani o'z qo'lingizga olsangiz, ya'ni o'zingiz rejalashtirsangiz, o'zingiz hamma narsa bronlar, hammasi faqat o'zingizga qolib ketsa, конечно, sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun men ham video, ham planirovka ular bilan shug'ullanmadim. Shuning uchun videoni, ya'ni Hindiston bo'yicha vlog почти yaxshi ololmadim. Bir videolar olganman YouTube uchun, Instagram uchun o'zi ko'pincha. Unaqa yurib, gapirib, tushuntirib, mana bu yerda bu degan videolarni почти ololmadim. Biz hozir yo'ldan o'tib oldik. Поэтому Hindiston bo'yicha mendan полноценный zo'r mazaqa o'tiradigan vlog kutmanglar, lekin chiqadi. Lekin chiqazaman, xudo xolasa, video bor. Ko'rsatib, misol uchun 3 ta shaharda bo'ldik Hindistonni. Birinchi Dehliga bordik, keyin Agrada bo'ldik, keyin uchinchisi Jaipurda bo'ldik. 3 ta shaharda ham video olganman. Nima qilayotganimiz, qayerga borganimiz, hammasini ko'rsatib, xonalarimizni, misol uchun qayerda turganimizni qilganman. Lekin u yerda ancha zo'r sarguzashtlar bo'lgan. Hindistonni maza qildik, lekin Hindiston bo'yicha vlogimiz chiqadi, xudo xolasa, inshaalloh. Oyimga prям Hindiston shunaqa yoqdi. Nima uchun ko'proq qolmadik Hindistonda deb aytayotdilar. Malayziyaga anaqa qilmasdan, Malayziyani qadriga yetmasdan. Nima uchun ko'proq Hindistonda yana qolmadik deb aytayotdilar. Xudo xolasa biz yana Hindistonga borishni rejalashtiryapmiz. Va bu safar agar misol uchun men auditoriyamdan kimdir borishgisi kelsa, ularni ham birgalikda olib ketamiz va birgalikda sayohat qilamiz. Chunki уже Hindistonni minus pluslarini bilib oldim. Qayerda nima qilish kerak, nimalar qilish kerak, hammasini bilib oldim. Bundan keyin xudo xolasa, agar o'zimni ham shu ishlarim to'g'ri kelsa, travellarim bundan keyin avtorskiy turlar qilaman inshaalloh. Xohlasangiz Malayziyaga, xohlasangiz Tailand, Vyetnam, xudo xolasa yana boshqa davlatlar ham qo'shilib boriladi. Avtorskiy turlar baribir boshqacharoq bo'ladi. Biz почти Quyumoga yetib keldik. Mana aytgan molim mana bu. Mana shu yerga kelishimiz kerak edi. Mana oyim mana har safar mana shunday qilib videoga olib beradilar. Jonlari sog' bo'lsin. Mana modelografim. Ketdik, bizani anaqamiz. Bizani yo'limiz. To'xtanglar. Ket. У нас tez yondi chota. Hop. Malayziyada har bir qadam fotozonada. Har bir qadami hamma yoqda rasmga tushib ketaveradi. Juda ham chiroyli ko'rinadi hamma yoqlar. O'zingiz Amerikada his qilasiz, lekin musulmon davlatiga yetib keldik. Yo'ldan o'tib oldik. Mana bu molga hozir kiramiz va sizlarga bozorini va narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Albatta, qo'limda narsalar bor. Harakat qilaman ko'rsatishga. Yozilgan ekan. Biz mana shu taraflarda turdik-da, mana shu molni orqa tarafida turdik. O'zi kechagina ko'chib keldik yangi turayotgan joyimizga. Bunisi oldingisi edi. Bu joy ham zo'r edi. Ya'ni почти bir xil joyda turibmiz, bir xil anaqada. Lokatsiyada, locationda. Yanada exact minoraga yaqinroqda turibmiz hozir. Mana bola mana почти bir xil kiyinib yuribmiz. Hozir o'yin tarafdan bittadan kirsa ham bo'ladi. Da yaqin ekan. Hozir biz nima uchun aynan bu yoqqa kelyapmiz? Voy, mana yopiq ekan. Nima uchun aynan biz bu yoqqa kelyapmiz? Quyumoga, bu yoqda pastki etajda katta supermarket bor. Bizani oldin
Bunaqa korzinkaga o'xshaydigan supermarket bor, lekin 3-4 barobar kattaroq. Va u yoqda ko'proq mahalliylar kelib bozorlik qilishadi. Mana bu egizak minora va uni oldidagi mollarda unaqa supermarket yo'q. Shuning uchun biz bu yoqqa keldik. Unaqa uzoq emas ekan uyimizdan, shuning uchun hozir keldik. Bozorlik qilib uyga qaytamiz. Biz hozir H&M'ga kirib ko'rdik, kirdik. Biz boshqa filialga kirgan edik, boyagi K Avenue'ga. Hozir mana bu yerda skidkalar bor. 49 ringitdan bunaqa koftachkalar. Mana bu yerda ham sale deb yozilgan. Xalcha koftachkalar xullas. 59 ringit. Bunaqa ko'ynelar. Koftachkalar. Ikkinchi etaj ham bor. O'daki джинсовкали. Taya. 49 ringit. Ya'ni chiroyli platyushkalar. Qizil rangi va boshqa ranglari bor ekan. Bu 29 ringit. ringgit. Ertasi galstugim. Mana material shunaqa yumshoq ekan. Bu body. Faqat qo'li kalta. Material juda yaxshi. Kстати, bu yerda prям hammasi skidkada. Shunaqa koftachkalar, bu yoqda ham. Короче, hozir H&M'da skidka vaqti va hamma narsa почти 60 ming so'mdan boshlanadi. Biz chiqdik va hozir kстати, bir ikkita kiyim ham oldik. Vaqt bo'lganda sizlarga unpacking qilib ko'rsataman, mana olganimni. Uyda yana boshqa olgan narsalarim ham bor. Hali ularni ochib ham qaraganim yo'q. Biz hozir pastga tushdik, supermarket tarafga. Supermarket tarafga hozir kirib ko'rsataman sizlarga. To'chi juda ham ko'p bo'ladi. Bu yoqda siz ko'pincha chet elliklarni почти ko'rmaysiz. Bu yerda faqat mahalliylari ichida. Ya'ni men hech ko'rmaganman ko'pincha chet elliklarni ichida. Kirdik va bu yoqda har xilcha napitkalar. Bu tarafda shirinliklar. Biz hozir sразу meva tarafga boramiz, chunki biz meva olamiz. Ko'pincha bu yoqda mango yeyishni yoqtiramiz. Mango, dragon fruit bor, qizil. Bu mevalardan bizda bor. O'zbekistonda naqalada ko'pincha korzinkalarda sotiladi. Bu yoqda hozir mana bunaqa ko'rinishdagi magazin juda ham katta. Kстати, bu yoqda juda katta. Mana shunaqa qilib yon atroflarni ko'rsataman sizlarga ham. Qiziq bo'lishi uchun faqat meni yuzimni ko'rmaysizlar-yu. Xullas, chap taraflarda roltonlar, har xilcha, o'ng tarafda quruq mevalar, xrustyashka qanaqadir narsalar, mana bu yerda shokolad, shirinliklar ekan. Bu yoqda ko'rasizlar, faqat mahalliylar. Bu yerda pechenkalar, bu yerda mana shu olgan pechenyeni hozir eslab qaysi tarafdan olganim, mana bu tarafdan oldimmi? Ishmasam shu tarafdan oldim. Mana pechenkadan olgan edi oyimga rosa yoqdi. Prям shokolad shunaqa shirin ekan. Mana bu ichidagi shokoladi prям maza qildik va narxi 7.29 ringgit. Shundan один или два? Voy. Ularni Malayziyaliklarning bolalari shunaqa ko'p bo'lar ekan. Mana bu ko'chalardan aytdim-da, rosa ham ko'p.
olishar ekan mana shunaqa ko'rpalardan. Bu taraf полный kofe, choy, kofe. Kстати, biza maza qilib ichadigan choy bu tetarix manba bo'ladi. Biz полный pachkasi bilan olganmiz. Buxti. Trevadnom kofega o'xshab ketadi, lekin bu choy. Prям maza qilib ichamiz. Har kuni mashina ichaman men. Va mana bu qaysinisida, voy, prям ko'pligidan hasadashib qoldim to'g'risi. Qaysi kofe bizaga yoqishini. Hop, xullas, davom etamiz. Очередni mana o'ng taraf, chap tarafdagi bu очередь sabzavotlarni tortib beradigan joyga очередь bo'lyapti. Hozir bugun dushanba. I'm sorry. Bugun dushanba. Sorry. Odam shunaqa ko'p. Birinchi marta bunaqa odam ko'pligini ko'ryapman. Bunaqa vaqtda может hamma ishdan chiqib sразу bozorga qilgani kelishar. Mana nima savol keladi degan deb yozib qo'ygan. Nimada bu? Savol nima? Internetdan qarab ko'rish kerak. Nimaligini. Kokosik. Savol kokos solib nima qilaman? Sut qilsa bo'ladi, yog' qilsa bo'ladi. Hop, xullas, mana bu pumpkin. Taraflarda kartoshka bormi yoki yo'q? O'zimcha tashlaman. Yurib bo'lmayapti. Mana bu taraf menga rosa yoqadi. Har qancha narsalari bor. Prям bu yoqqa kelsanglar ovqat qilish xohlamaydiganlar ham menga o'xshab ovqat qilgisi keladi. Nimadirlar pishirgim keladi, shuraga qarab. Har qancha narsalari bor, prям. Очень интересно. Bitta уже mevalar kelyapti. Bizani taraf. Mangoni har qancha turlari bor. Biz hammasidan yeb ko'rdik va hammasi bir-biridan shirin va bir-biridan mazali. Ta'mlari ham har xilchada. Har bir sortni ta'mi har xilcha. Bu sariq, bunisi yashilroq. Bunisi prям yashil, ko'rib turibsizlar. Mana bunisi dumaloq. Qizil sifat sariq какой-то зеленый. Bu kichkinaroq ekan, a? Bular hammasi anaqa yumshoqroq ekan, pishgan. Какой такой? Faqat kichkina ekan-da, почему-то. O'tgan safar olganimizda kattaroq edi. Narigisidan ham olish kerak, sarig'i shirin bo'ladi. Mana bu sariqlar shirin bo'ladi. Xullas, yana bitta ko'rsatmoqchi bo'lganim bu durian. Bu narsani bu mevani men yeb ko'rmadim, lekin shirinligidan yeb ko'rgan edim. Hididan u yeganingizda uni o'zini hidi bo'lar ekanda. Bilmadim, o'zimni yoqatib qo'ydim hididan. No, bir kun o'tirib sizlarga yeb ko'rsatmoqchiman. Uni hidi bilan yomon-da, yaxshi emas. Lekin ko'pchilik bor, maza qilib yeyishadi-da. Maza qilib prям wow deb yeyishadi. 172 kun degan kinoni ko'rgan bo'lsanglar ham Zira rosa maza qilib yeydi durianni. Imенно o'sha kinodan keyin menimcha yeb ko'rishim kerak deb o'zimga aytganman-da. O'sha kinodan keyin mana shu mevani yeydi-da, o'sha durianni yeydi. Mana shuni. Qarasha. Bitta oldingizni kesib berishadi-da. Xohlaganingizni ichini ochib kesib berishadi-da, mana bu yerda o'tirib yeysiz. Hidi vroде hozir yaxshi kelyapti-da. No, imенно ochib yeyotganingizda bilmadim. Ichi mana bunaqa ko'rinadi. Ko'rinishini ko'rsatsak ichini. Mana bunaqa ko'rinishi. Turishi 20 ringgit. Endi arzon emas-da bu. Tushunishinglar uchun. Mana bunisi 15 ringgit. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi durian. Men rosa yeb ko'rgim kelyapti. Bular ham bunaqalarda ham bor ekan. Har xilcha. Bunaqa mevalar, bu olmalar o'zimizda ham bor. Uzumlar.
hozir bozorlik qilib bo'ldik. Mikrofonni o'chib qoldi. Menga eng yoqmaydigan tarafi bu yerda очередь juda ham ko'p. Прям juda ko'p. Masalan, ko'rasizlarmi? Oho, kassa даже ko'rinmayapti. Bu tarafda ham, narigi taraflarda ham, chap taraflarda ham narxlar bor. Kassalar bor, lekin u yerda ham juda ko'p. Bu shokolad va mana bunaqa bu boshqa rangi, bu anaqa yong'oq ekan. Lekin men yeb ko'rmadim. Hammasini oyim yeb tugatdilar. Menimcha endi yeb ko'raman. Mevalar oldik. Va nihoyat meni o'chidim yetib keldi. Kameramni zaryadi esa 4%. Так что uyda endi ko'rishamiz sizlar bilan. Uyga yetib borishim bilan kameraga qo'yaman. Shuncha olmagan ekanman. Прикиньте. Endi yoqdim videoni. Hammaga salom va biz uyga keldik. Men shuncha gap gapirgan edim, lekin afsuski videoni yoqmagan ekanman. Biz hozir bozorga keldik, uyga keldik. Uy narsaga obzor qilib bermoqchi edim, lekin keyingi safarga qoldiraman. Bu uyimizni, ya'ni biz turgan joyi, studiyani ikkinchi tarafi, ya'ni bu oshxona, hamma jihozlari bor, bu ham ovqat qilsak bo'ladi. Lekin o'zim har safar kelganimda oshxonali joy olaman-da. Imенно jihozlari bor, hamma narsasi bor-da. Холодильник даже bu yerda kir yuvish mashinasi ham bor. Voy. Mana. Barni stol ham bor. Hozir barni stolda o'tirib qilyapman. No, bu tarafida ozgincha xonamiz to'zigani uchun keyin safarga olib ko'rsataman. Shu bilan sizlar bilan bu videoda xayrlashamiz. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr-sog' bo'ling, salomat bo'ling.